Mana sotuvga bir jup ponigimiz chiqdi. Bugungi sanamiz 12-fevral. Narxini oxirida aytib o'tib ketamiz. Bo'yini balandligi erkaginiki, mana olapakkisi. Gidadi 70 sm atrofida yeb ichishi tani joni sog', yog'ochligi yog'och, yoshi 4 yashar. U yo'g'onligiga Siganskiy forma so'ragan ponilarga, oyog'i kalta bo'lsin, o'zi yo'g'on bo'lsin, go'shtdor bo'lsin degan okukalarga bu videomizni jo'natib qo'yasizlar. Urg'ochisining bo'yi taxminan 80 sm atrofida yeb ichishi tani joni sog', yog'ochligi yog'och. Bir jupta olaman degan okukalarga kelishtirib beramiz xudo xolasa. Lekin chimyonda, parkdagi qo'yaman ertindinga kunsiganda bir tirchilik qilaman degan okukalarga ma'qul tushsa kerak. Narxi kelsa ikkalovini bir joyda okalar $4,000 so'ramiz, yana kami ham bor. Jonivor. Jiyallaga olib bersanglar, mahallada choptirib, maza qilib meni yurganga nima yetsin ha? Yog'ochligi nomerading yog'och. Mana jonivor. Mana qarang, okalar. Oyog'i yerga tegadiganidan minganda. 70-80 kilolik bolalarni bemalol xudo xolasa ko'tarib yuradi. Telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kim poniga qiziqqan ko'kalagan buni jo'natib qo'yasizlar.